Allama Shayx ibn Usaymin rahimahullohning Yaxshilar bog'chisi sharhidan Uyg'ur islom tori tarjima qilib tarqatdi. Imom ibn Usaymin rahimahulloh Yaxshilar bog'chisi 796 numberlik hadisning sharhisida mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bandalar uchun foydali bo'lgan narsalarni ato qilguvchining olamlarning Robbi Alloh ekanligini, shundaqla kishi Allohga duo qilganda uning duosining hargiz bekor bo'lib ketmaydiganligini aytgan. Shu vajidan sizning duolaringizmi hargiz bekorga ketmaydi. Duo shu zaman ijobat bo'lmagan taqdirdimi, duo o'z oldiga bir ibodat bo'lganlik uchun duo qilganligingiz sabablik savobga erishsiz. Savoblar 10 nasrdan 700 nasrgacha, hatto uningdan ortiq beriladi. Buning o'zi yetarlikdir. Agar duoning ijobat qilinishiga to'salg'i bo'ladigan sabablar bo'lmasa, shubhisizki Alloh taolo ya tilagan narsangizni beradi va siz uni mushu dunyoda ko'rasiz. Yoki shu duoning barobarida beshingizga keladigan texnik cho'ng bir ziyonni sizdan ko'tarib yetadi. Yoki qilgan duoni o'z dargohida siz uchun saqlab qo'yadi. Allohga yuzlanib ixlos bilan qilingan hech bir duo bekorga ketmaydi. Shuningdan nazar aylanki, duoning tez qabul bo'lishiga aldirab, duo qildim, ammo ijobat qilinmadi degandek so'zlarni qilmang. Chunki shayton insonning qalbiga vasvas qilib, Allohga shundoq ko'p duo qilding, ammo duolaringning hech biri qabul bo'lmadi deydi va Alloh saqlasinki, shu orqali bandani Allohning rahmatidan umid uzdirishga urinadi. Vaholanki Allohning rahmatidan umid uzish cho'ng gunohlardandir. Duoning ijobat bo'lishi qanchalik kechiksin, hargiz Allohdan umid uzmang. Nimaning va qaysi ahvolning o'zingiz uchun foydali ekanligini siz bilmaysiz. Alloh biladi. Alloh duoyingizni ijobat qilish uchun sizni o'ziga duo qilishga buyurgan. Darvaqa Alloh taolo "Bana duo qilinglar, duoyinglarni ijobat qilaman" degan. Sura Mo'min 60-oyat. Duoda bo'shib qolmang va duoning ijobat bo'lishini kutganda sabrsizlik qilmang. Duoning ijobat bo'lishini saqlang va Allohga davomli duo qiling. Balki Alloh taolo sizni texmi ko'p duo qilsin va shu orqali texmi ko'p savobga erishsin. Shundaqla o'zining naqadar ojiz ekanligini va Allohga naqadar muhtoj ekanligini texmi yaxshi bilsin deb duoyingizni ijobat qilishni kechiktirgan bo'lishi mumkin. Buning o'zingiz uchun texmi xayrlik ekanligidan shubhalanmang. Sabrsizlikdan saqlang va duoda bo'shib qolmang. Haqiqatan Alloh taolo duoda bo'shashmaydigan ko'p duo qiladiganlarni yaxshi ko'radi. Alloh taolaning bundoq bandalarni yaxshi ko'rishidagi sabab shuki, inson duo orqali boshqa biriga emas, butun ishlarning tizgini qo'lida bo'lgan jami koinotning sohibi Allohga yalvarmoqdadir. Mayli namozingizda yoki yolg'iz qolganingizda bo'lsin, har doim Allohga duo qiling. Namoz asnosidami xohlagan duolarni qilishdan to'xtab qolmang. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sajdada duoni ko'p qilinglar degan. Sahih Muslim. Yana bir rivoyatda bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tashahhudni o'rgatgandan keyin orqadan, ya'ni tashahhudning oxirida salomdan ilgari xohlagan duoni qilsin degan. Sahih Buxoriy. İnsanning Allohdan boshqa boshpanohi yo'qdir. Shunglashqa inson cho'ng, kichik hamma dardini Allohga to'kish kerak. Chunki Allohga duo qilib bir narsa so'rash ibodatdir. Alloh azza va jallaga iltijo qilishdir. Uningga yuzlanishdir va bog'lanishdir. Shunga qalbingiz doim Allohni yod etib tursin, duoni ko'p qiling. Duoning o'z oldiga bir ibodat ekanligini yuqorida bayon qilib o'tdik. Shunga ko'plab duo qilaylik.